Barchaga xayrli kech. Yangi obyektga keldik. Xudo xolasa ishlarni qo'yishni boshladik. Yangicha fasonda bitta ofisga keldik. Bitta ma'lumotni aytib o'tib ketaman, aziz do'stlar. Ko'pchilik hozir MDF kesakiga o'tib ketdi, gladka silliq chiqish uchun. Bilsanglar ham kesaki baland eshiklarda peshib ketadi. Shuni tortib, to'g'rilab qo'yishdi. Eng oddiy, eng samarali usullaridan birini bitta ko'rsatib o'taman mana. Reykani samara izlaysiz, yopib ketadigan joydan. Buni samara izlaysiz. Ponani tiqib, xohlagan tomoningizgacha yopib qo'yasiz. Mana biz ishlarimiz ideal holatda bir tekisda yopishdi. Shunaqa ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun profilga obuna bo'lib qo'ying. Kerakli bo'lib qoladi. Oddiy varianti mana. Oldi tomoniga qiyshaygan bo'lsa, oldidan mana samara urib, idealniy reykalar bilan mana sekin ponasini tiqib qo'ydik. Chunki qiyshayib ketgan edi bu ham. Ko'rishingiz mumkin. Yopishlari idealniy holatda. O'rtoqlar, buni kesaksi qiyshiq ekan, falon ekan, piston ekan demasdan mana shunaqa to'g'rilasa bo'ladi mana. Hozir mana shuni olib tashlaydigan bo'lsam mana qarab turinglar-da. Olib tashladim ponani. Endi yopishini ko'rasizlar. Ko'rib turibsizlar? Tepasi tekkan, o'rtasi ochuv. Shel bo'yotibdi bu. Shuni to'g'rilash usuli bu. Ko'rdinglar-a? Mana shu xonachalik qiyshiq ekan joyimiz. Endi buni tiqib qo'yamiz joyiga. Ko'rishingiz mumkin, idealniy holatda yopishdi mana. Shu uchun kerak bo'ladi bizga bu tan usuli. Nomi tan usuli bo'ladi buni. Bizda anaqa apparat yo'q, lekin qo'lda ham idealniy holatda qilib tekis qilib chiqarib qo'yamiz biz. Ishimiz ma'qul bo'lsa like tirs etib bosib ketinglar-chi, qadrdonlar.